Assalomu alaykum yaqinlar. Bugungi darsimiz arab harflarining shakllari, maxrajlari va sifatlari borasida bo'ladi. Arab harflarini o'rganishda birinchi navbatda biz e'tibor qiladigan narsa arab harflarining shakllarini puxta o'rganib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, alif harfi bilamiz, oddiy to'g'ri chiziqcha shaklida bo'ladi va uni eslab qolish unchalik murakkab emas. Lekin arab harflarining faqatgina alifga o'xshash bir holatda kelish ko'rinishda emas, so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxirida kelish ko'rinishlariga ega. Va siz agar arab harflarini puxta o'rganmoqchi bo'lsangiz, avvalambor shakllarga e'tibor qilasiz. Masalan, ha, yumshoq ha harfini oladigan bo'lsak, so'z boshida o'zgacha ko'rinishda, so'z o'rtasida va so'z oxirida, hattoki yakka ko'rinishi ham uni alohida shaklda bo'ladi. Ikkinchi navbatda o'rganadigan narsamiz arab harflarining shakllaridan so'ng biz arab harflarini qanday talaffuz qilish, ya'ni arabcha aytilganda maxraj, ya'ni harfning talaffuz o'rni. Arab tilida xoroja yaxruju fe'li bo'lib, chiqish degan ma'noni anglatadi va maxraj arab tilida harfni chiqish o'rnini anglatadi. Arab tilidagi harflarimiz asosiy 4 ta va qo'shimcha bitta maxrajga ega hisoblanadi. Arab harflari xalqumdan, ya'ni pastdan boshlaymiz. Xalqumda 6 ta harfimiz bor. Til harflarimiz 17 ta, lab harflarimiz 4 ta va burun harflarimiz 2 ta hisoblanadi. Va xalqum, til, lab, burun bular asosiy maxraj sirasiga kiradi. Va qo'shimcha maxraj sifatida biz og'iz va xalqum bo'shliqlari, ya'ni arab tilida aytilganda javf qismidan biz harakatlarni talaffuz qilamiz. Arab harflarini o'rganishda 3-chi e'tibor qiladigan narsamiz bu arab harflaridagi o'ziga xos sifatlar. Masalan, ba'zi bir harflarimiz bir xil maxrajga ega, lekin talaffuzlarida ularning sifatlari orqali farq qiladi. Masalan, za va sin harflarini oladigan bo'lsak, ularning maxrajlari tish tubi va til uchidan talaffuz qilinadi. Faqatgina bitta farqi ularda za havosiz talaffuz qilinadi. Sin esa havo bilan, ya'ni az holatida talaffuz qilinadi va bu hams sifati deyiladi va darsimiz mobaynida bu sifatlarni batafsil ko'rib o'tamiz.